Bismillahirrohmanirrohim. Duha surasi 10 oyat. Wadduha. Wadduha mana fadan keyin dod shamsiy harf bo'lganligi uchun o'rtadagi alif ham lam ham o'qilmay kirib ketyapti. Ha degan alif mat bor, cho'zib to'xtaymiz. Wallayli iza saja. 3 ta so'z. Wallayli ham shamsiy harf, layli deb iyada ham sukun beramiz. Iza alif hamza bilan kelyapti. Zdan keyin tabiiy mat bor. 1-2 deguncha cho'ziladi. Saja oxirida ham mana kichkina alifcha tabiiy mat kelyapti. Buni ham cho'zamiz. Ma wadda'aka robbuka va ma qala. Ma'dan keyin mat kelyapti, cho'zamiz. Wadda'aka bitta gap. Wadda'aka qo'shib aytamiz. Robbuka va ma'dan keyin cho'zish bor. Qala deyam ladusdan keyin mat tabiiy kelyapti. Walal akhiratu khayrul laka minal ula. Walal da mana ladan keyin stalbikka o'xshatib yozilgan alifda birinchisi lam, ikkinchisi alif hisoblanadi. Walal deganda lam ketdi, sukunni berdik. Undan keyin o'rtada e'tibor bersanglar hamza, ya'ni lam bilan alifning o'rtasida hamza, hamzaning ustida a bor. Shu a'ni axiratu deb ozgina cho'zamiz. Mana u alifning hisobiga. Ya'ni hamzaning ustida a, undan keyin alif mat bo'lib kelyapti. Walal axiratu khayrul laka idgham. G'unnasiz idgham tanvin lamga yo'liqyapti. Kirgizib olamiz. Khayrul laka minal ula. Minal lamni beramiz. Ula alifning ustida u kelyapti. Ula moni ham vovda 1-2 deguncha cho'zib ozgina. Lni ham xuddi shunaqa cho'zamiz. Wala sawfa yu'tika to'dan keyin yamat kelyapti, cho'zamiz. Robbuka fatardo doddan keyin mana mat kelyapti. Ozgina ko'proq cho'zamiz. Ham to'lqin, ham alif mat kelyapti mana. Fatardo alam yajidka yatiman fa'awa. Alam mana adan boshlanyapti, mimni sukun. Alama bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Yajidka da qalqala bor. Mana moni birinchisi ya, keyingisi j. Birinchi ya, keyin j. Yatiman fa'ga ixfa qilamiz. Mana ustida tanvin fa yo'liqyapti. Yatiman fa'awa. Mo hamzaning ustidagi a'ni o'qib, undan keyingi alifni cho'zamiz. Fa'awa va ham cho'zamiz. Wa wajadaka dollan fahada. Wa wajadaka dollanda mat lozim kelyapti. Ya'ni cho'zish shart bo'lgan. 6-7 deguncha cho'zish shart bo'lgan mat kelyapti. Dollan deb lamda tashdidini ham beramiz. Undan keyin lamda f ga ixfa qilamiz. Tanvin kelyapti lamda ustida. Fahada oxirini ham cho'zamiz. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bu yerda ham mana ma'da bor. Ailan mat muttasil kelyapti. Mat harfidan keyin hamza bir joyda. 4-5 cho'zish vojib. Ailan fa'ga ixfa. Fa'aghna g'odi sukunini berib, endi cho'zamiz. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammada mana alifning ustidagi a'ni o'qiymiz. Hamzaning ustidagi mim tashdidligi g'unna bilan ushlab turamiz. Fa ammal lamga uramiz. Yatima dedan keyin yamat bor. Fala taqhar moni ozgina cho'zamiz. Fala deb lamdan keyin alif yozilgan. Taqhar qalqala, qof yo'g'on harf bo'lgani uchun yo'g'onroq qalqala beriladi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Va ammada mana g'unna tashdidlik kelganligi uchun ushlab turamiz. S ga urishtiramiz. Shamsiy harf o'rtada alif lam o'qilmaydi. Sa'ila mat muttasil. Buni ham 4-5 cho'zish vojib. Fala tanhar. Fala ham cho'zamiz. Tanhar. Tanharda mana izhor qoidasi nun sukunlik orqasidan ha. Tanhar. Va amma bi ni'mati robbika fahaddith. Va amma da mana hamzani ustida a'ni o'qiymiz, keyin mim g'unnalik tashdid bilan g'unnasini berib incha cho'zamiz. Va amma
Og'zimizni katta ochib yuborsak o'zi chiqadi. Bi ni'mati robbika fahaddis. Sida oxirida til bosamiz, ozgina tilimizni uchi tishimizga tegadigan s. Hadi ham to'liq beramiz. Fahaddis. Sadaqallohul azim. Video manfaatli bo'lsa, boshqalarga ulashishni va o'z fikrlaringizni bildirishni unutmanglar.